Ushbu kvartiramiz 3 xonali. Agar oshxonani ham qo'shadigan bo'lsak, 4 xonali desak ham bo'ladi. Parkent tumani Hisarak qishlog'idagi eng fayzli mahallalardan biridagi domimiz. Mana 3-qavatdagi 3-dom, 14-kvartira sotiladi. Shuni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Uyimizning kirish qismidan boshlaymiz. Mana kirish qismi. Birinchi to'g'ri kirganda zal. Tezda aytib ketamiz. Hammasi chiroyli qilib remontdan chiqarib qo'yilgan. Xo'p, kladovka. Mana bu yoqda bitta xona. Bu yerda ham bitta xona, umumiy 3 xona bu. Ha, bu yoqda ham kladovka. Xo'p. Ketdi bu yoq hojatxona. Hammom. Tepada bu yoqda 1 tonnali suv bochka qo'yilgan. Mana koridorimizni o'rtasiga oshxona joylashtirilgan. Oshxona mebellari qoladi joyda. Balkondagi mebellarimiz ham qoladi. Balkonimiz ham keng qilib ishlangan, ko'tarib ishlangan, tagiga narsalar qo'yish uchun. Mana tashqari tomonimiz, parkovka, hamma narsa bemalol. Kvartiraning narxiga keladigan bo'lsak, 42 ming qo'yilgan. Egalariga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin, kelishtirib berishadi. Hop, videoni yaqinlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin.